Kanada viza arizalarini qarab chiqishda sun'iy intellektdan foydalanyapti. Siz buni bilarmidingiz? Sizchi sun'iy intellektdan foydalanyapsizmi? Oylab tayyorgarlik ko'rasiz, hamma hujjatni yig'asiz, qo'shimcha xatni o'zingiz yozasiz, topshirasiz to'liq ishonch bilan, keyin esa rad javobi keladi. Malakangiz yetarli emasligi uchun emas, balki arizangizda siz sezmagan xatolar bor edi. Hozir IRCC sun'iy intellekt yordamida arizalarni tekshiryapti. Tizim xatolarni har qanday viza ofitseridan tezroq topadi. Agar hali ham hamma narsani qo'lda qilayotgan bo'lsangiz, siz allaqachon orqadasiz. Lekin sun'iy intellektni noto'g'ri ishlatsangiz, yanada yomon. ChatGPT va shunga o'xshash platformalar to'g'ri eshitiladigan, lekin butunlay noto'g'ri ma'lumot yaratishi mumkin. Immigratsiya va viza arizalari uchun esa bu juda yomon. Shuning uchun biz maxsus treyning yaratdik. Men Rahmat Sobirov, Kanada immigratsiya advokatiman. 13 yildan ortiq tajribam bor va jamoamizning tajribasiga, amaliyotiga tayanib bu treyningni birga yaratdik. Bu treyningda sizga sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni o'rgatamiz. Mehmon vizasi, ya'ni turist vizasi, o'qish vizasi va ishchi vizani qanday qilib sun'iy intellekt bilan kuchli tayyorlab topshirishni o'rgatamiz. Bir kunlik jonli treyning bo'ladi. Savollaringizga javob beramiz. To'liq video yozuvi sizga beriladi va firmamiz tomonidan yaratilgan 3 ta eksklyuziv AI vositasi ham shu treyningning ichiga kiritilgan. Bularni treyningdan keyin ham ishlataverasiz. Bemalol arizalaringizni bizni tajribamizdan foydalanib, advokatsiz o'zingiz tayyorlaysiz va topshirasiz. Hoziroq pastdagi linkdan ro'yxatdan o'ting. Early Bird kodi bilan $50 chegirmani ham olasiz. Chegirma 1-maygacha amal qiladi, o'rinlar cheklangan.